Salom do'stlar, sizlar bilan men Realty Gaming. Bugun biz o'tgangi videoda birinchi qismni olgandik. Computer hacker birinchi qism. Bu ikkinchi qism. Kanalga obuna bo'linglar, videoga like bosinglar. Iloji boricha har haftada 5 ta video chiqarish, har haftada bitta 7 ta video chiqarishga harakat qilaman. Bir hafta 7 kun va 7 kunda 7 ta video chiqarishga harakat qilaman. Va agar sizlar like va sizlar o'tgan videoda ko'rdim, ovoz qotdi, o'zim ovozni to'xtatamiz. Men sal kompyuter xonamni kuchaytirdim. Qilayim. Uni bosamiz, pullar yig'ib chiqamiz. Sharoq. Bizda pul 28 million. Bizga kompyuter kerak. Homega uyga nima qo'yamiz? Udar kompyuterlarimni qo'yib olaman. Kompyuter xonam bu mening. Kompyuter xonam emas. Hacker xonam bu. Hacker xonam. Hacker bo'lamiz. Kompyuter va hacker. Tak. Mana shekil qo'yamiz. Men yerlar nima bo'lyapti? Ha? Garajni yana boshidan boshlaymiz, jigarlar. Yana boshidan boshlaymiz va men kuchayib ketdim o'sha. Qilishga boshqasi qolmadi deb aldadim. Bizda nima bor? Ikkinchi qavat bor. Kompyuter. Balli keldi. Kan mana shu yerga o'tir. Pul yaxshi ishlamayapsan sen. Ko'ryapsan kompyuterda bular. Siz pul ishlash kerak. Tez pul. Bizga pul kerak. O'yin sotib olamiz, kompyuter sotib olamiz. Ha?
Tez bo'l ishla. Tez ishla. Tez hacker, pro hacker. Mana biz ikkinchi qavat bu. Floor, max floor. Birinchi qavat, ikkinchi qavat. Birinchi qavat, ikkinchi qavat. Ko'rasiz, buni ma'nosini tushunasizmi, jigarlar? Buni ma'nosi biz o'sha eng zo'ri bizdan zo'r yo'q-ku bu dunyoda. Bolalik zo'r bo'lardi, yiqilsang onang urardi. Home. Bere kompüterde. Roblox sotyapti. Yo'q. Pro. Bizga dahshat ishlash kerak. Bizga ko'proq pul kerak. Bizga ko'proq pul kerak. Bo'lmayapti. No, bala. Sizning ko'tingiz emas, siz eng zo'r o'yinchisiz deyapti. Bilaman. Menga Saturnning toji kerak-ku, menga Saturnning toji. Hech qanaqasiga bo'lmaydi. Men bu yerda konfet qilaman, bu joylarda tushunyapsanmi? Bu ishlarga senga bera olmayman, ahmoq. Qiyin narsa emas, mana bu yerdan uy qurasan-da, yashayverasan, nima qilibdi? Tushunmadim. Yo'q, sen menimcha meni tushunmayapsan shekilli. Tushunyapman, boshqa joydan uy qurib olsang-chi, Drit. Yo'q, hech qanaqasi bo'lmaydi. Lekin senga bir taklifim bor. Kel, senga uyimni oldidan xuddi mana shunaqa uy qurib beraman. Almasli, xullas, o'tinli, o'zing bloklab berasan, boshqa narsa qurib beraman. Bo'ladi, menga yoqdi. Xo'sh, xullas, nimalar kerak? Hammasini beraman. Faqat qurib bersang bo'ldi. Faqat o'zing 2 daqiqa bo'lsin. 2 daqiqa bo'lsa juda ham bo'lardi. Bo'ldi, gap yo'q. Mana shu o'yinchilarni sotib olish kerak. Hacker o'yinchi emas. Xullas qara, katta youtuber ana shunga kreativ kerak edi. Deb qo'shib olgan. Men keyin senga qachon o'chirishni aytaman. Pulni ham o'zim kartangga tashlab olaman, maylimi? Ikkinchi qavat eng zo'r qavat bo'ladi. Eng zo'r kompyuter hakkerxona mana shu bo'ladi. Sen nima qilyapsan? Sen nima qilyapsan? Bor o'shalarga bor, agar sevsa seni, mendan ham kuchliroq kerakmi senga? Mendan ham kuchliroq, oshiqi bemor. Bor o'shalarga bor, agar sevsa seni, mendan ham kuchliroq kerakmi senga? Mendan ham telbaroq, oshiqi bemor. Bor o'shalarga bor, agar sevsa seni, mendan ham kuchliroq
Bize gereksen sen. Yo, no. Bo'pti, jigarlar. Xayr, sizlar bilan men Real Gaming bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.